Bu pul. Pul haqida qancha ko'p gapirsak shuncha kam. Pul energiya manbai hisoblanadi. Afsus, juda ko'p insonlar bu haqida to'liq ma'lumot bilmaydilar. Pullar haqidagi to'liq ma'lumotni eshitishni xohlaysizmi? Unda eshiting. Pullar sizga kun davomida energiya berib yuradi. Faraz qiling, siz bozorga ketyapsiz yoki bir do'konga kirdingiz. Cho'ntagingizda siz o'ylagandan ham ko'proq pul bor. Yurishlar o'zgaradi, qarashlar o'zgaradi. Sababi sizni yoningizda ortiqchasi bilan pulingiz bor. Lekin sizni yoningizda o'ylagan miqdoringizdan kam, judayam kam pul bor. Ana endi sizni yurishingizni ko'ring. Har bitta narsani yoniga borib, pulim yetarmikin, yetmasmikin degan savollar qiynaydi. Siz agarda pullarga magnit bo'lishni xohlasangiz, pullar bilan ijobiy ishlashni o'rganishingiz kerak. Agarda siz pullar bo'yicha qo'shimcha ko'nikmalarni o'zlashtirishni istasangiz, pullarni o'zingizga magnitdek tortib olishni xohlasangiz, sizlarga zo'r yechimimiz bor. Pullarga magnitman deb nomlangan kursimizga tez kunlarda start beramiz. Shoshiling, ulgurib qoling.